Do'stlar, sizlar uchun yana bitta zo'r topilma Shinra G03. Bu o'sha 7 o'rindiqli crossover. Eng arzon crossover deyiladi. 1200 km yuradi deb rosa reklama qilib sotilgan mashina. Ko'ringlar, ichini oqqa, ichkasi ko'k koja qilingan. O'sha 7 o'rindiqli kapitanskiy sijeniya qilib, mana chiroyli qilib qo'yishgan. Mashina o'zini radnoy ballonlar turibdi ekan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan. Batareykasining holati 96% ekan. Ko'rib tekshirib olishlari mumkin deyishyapti. Ko'ringlar qanaqangi bahaybat mashina. Narxiga lekin arziydi. Do'stlar, mashinani probegi 51 km bo'lib qolibdi. Qaranglar, turishini ko'ringlar. Mashina bilinib turibdi, qimmat mashina emasligi. Sababi narxini arzonlashtirilgan. Qaranglar. Orqani bitta ko'rishingiz mumkin. 7 o'rindiqli juda ham katta mashina. Даже lyuklari ham bor. Mashinani juda ham hamyonbop qilib gaplashdim, kelishdim do'stlar. Bor yo'g'i 15,5 ming dollarga xudo xolasa sizlar bilan baraka qilamiz. Pastga telefon qilsanglar, xudo xolasa baraka bo'ladi.